beradi sizlarga. Men tushadiganimda zakonda tushdim. Bergan pulimizga ma'qul keladi. Endi bundan bu yoqni yurmang aka, to'g'ri tushuning. Endi bundan cho'qimang. Men o'zimga bo'lsa, yo'q, hozir men sizga aytgan narx, qarang, 65,5 million beriladigan narximizga ma'qul kelib turibdi. To'g'risi 100% ma'qul keladi. Men endi undan ham yurmang aka. To'g'ri tushuning. Menga qarang, bo'yda bolalar siz bitta qo'llab aka. Menga qarang, klient bo'lib 65 millionga lo'z qilinglar. Ish bityapti. Xo'p deyglar, o'zlaringiz yubaylar. Yer 65 millionga. Bor beradi. Xo'p deyglar. Men bunda savdo aralashma ish turing. To'g'ri qabul qiling, bitta gapdi. 65 millionga olasin, barakatsangiz beraman. Barakami? Aka, bo'ldi, qo'y sotmayman, bo'ldi aka. Xafa bo'lmanglar, bo'ldi. Vaqt shu sotmayman. Aka qo'yni ko'ravering, bo'ldi aka. Xafa bo'lmang, sotmayman qo'ydi aka. Hozir ziyoniga beryapman aka. 65 million. Endi buni yurish kerak yo'q aka. Labz beryapman. Aka Instagramda keldim deganingiz aka. Joyingda Liboyaga sotsam ziyoni menga mana labz otamni o'g'limasini to'layman aka. Savdogarga emas, bozorga borib sotaman. Bo'ldi, aka. Bor Endi unaqa emas aka. Oy, Akram aka, tushuning, ezgilar. Men aka to'g'risi. bor 65 millionga. Oy. emas, mana bolalar. Aka, barakasini bersin mana. Akalarimizga mana 15 ta qilib berdik. 65 million so'mga ketdi. Salkam 4 million 400 ming so'mga yaqin, ya'ni 4 million 350 ming so'mdan bo'lyapti. Dastavkalaricha qilib beryapmiz. Akalarimiz Namangan viloyati 3 tumandan kelishdi. Instagram kanalimizga obuna bo'lib, kuzatib, aka bozordan aytilgan va'daga javob berib, arzon qilib berdim akram aka. Xolos. Aka beradigan pulingiz Alloh rozi bo'lsin. Mingdan ming roziman shu. Akalarimiz mazaq boqsin qolgan aka. Unda Zaminus kanalimizga obuna bo'lib, bitta like istatishmas akalar. Akalarga o'sha 3-400 ming so'mni yorib ketishdi mana. Shtugidan har biridan 300 ming arzon bo'ldi.